Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana xudo xolasa, navbatdagi obyektimiz bitta. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Mana xudo xolasa, polirovkalar bo'lib, jemchug atechento deganlar qilindi xudo xolasa. Sokullariga mana patologlarni ham chiroyli qilib dekor plaska berganmiz. Mana chiroyli. Yaltirashlariga bitta baho berib qo'ygan yonboshdan. Blisk. O'ta go'zal bo'lib bitdi, xudo xolasa. Hop, oldingi holatini ham qo'yamiz. Mana xudo xolasa juda go'zal bo'lib bitdi. Hop, ichkarilarni devor patologlarni dekor plaska berdik. Ichkarilariga gipsokarton afishka bo'lib, patologlari ham dekor plas bo'lgan. Ikkinchi xonamiz xudo xolasa juda go'zal bo'lib bitdi mana. Hop. Yana bitta xonamiz. Ayvon, koridor. Go'zal bo'lib bitdi ham. Yana bitta xonamiz. Yana patologlar dekor plas bo'lgan. Eshiklarni almashmay qoldi, shu tomoni minus tomoni bor. Tashqarilari ham notekis joylarga, gipsokarton qo'yib yuborganmiz, sokullariga shu granit chizib berganmiz, travertinni o'zida. Xudo xolasa sokullariga ham granitni chizib berganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa mana navbatdagi xonamiz. Vizitka bo'ydi, buzib devorlar ham o'ta eski holatda edi, gipsokarton afishka bo'lgan. Bu xonamiz. Ayvonga ham splash prямо dekor plaska bergan patolog. Yaltirashlarni bitta ko'rib qo'yasizlar. Полный polirovka bo'lgan. Yana bitta xonamiz mana. Gipsokarton afishka bo'lgan. Patologlarni DVP'ni ustidan shunday dekor plas qoplab berganmiz. O'ta go'zal holatda bitta bo'lgan. Elektromontajlarni ham полный kabellarni almashtirib, yangilab berganmiz. Har bitta xonani отдельно yonadigan qilib, отдельностьga terib berganmiz. Ustunlariga, vassalariga bo'ldi gipsokarton afishka qilib, chiroyli qilib. Mana tog'lanishlarni qo'ydim. Отдельно video mana. Patologlar shapkani kraska qilib bordik. Xullas. Mana. Patologist